Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Mercedes-Benz 124 mashinasi bo'ladi. Akalar, mashinamizda eng ekonomik motorda, ya'ni 111 2.3 motorda, probegi 200 ming kilometrga hali chiqmagan. Motorning holati zo'r, korobkasi zo'r, hadoyi yaqinda qilingan, ideal holatda mashinamizga normalniy pul tiqib qo'yilgan. Narxini bo'ladigan narxini 6.5 mingga zo'rg'a ko'ndira oldim. Egalar nomerini yozib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Endi mashinani bitta ko'ramiz. Juda ham chiroyli. Mashina staloy rang 124 ga vobshe zo'r o'tirganda. Oldi faralarimizda dajli saka diskalarda turibdi. Oldi laboyaga antibriklar qo'yilgan, luklar ham mavjud. Hozirlar bilan orqa rakursini ko'ramiz. Orqa rakursi ham takoy skromniy, klassika bilasizlar-ku. Xo'p, o'zining optikasi ikkitali gulishtirlar qo'yib qo'yilgan, skromniy. Interyerni ko'rsanglar bo'ladi. Salonning holati ideal holatda, juda ham приятный bo'lib turibdi. Stiklopodъемniklar, avtomat korobka, bokovoy boshqaradigan rejim. Xo'p, Pioneer, polniy konditsioner, pechka konditsionerlarga ishlaydi. Optika. Motorlarimizda polniy elektronniy. Hamma yog'i mashinani zo'r, yaxshigina pul tikilgan. Narxi atiga $6.5 ming. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. 124 mashinasi.